Nima qilyapsizlar? Non ushoqlarini terib yeyapmiz. Odamlar nonni qadriga yetmay qo'yishdi. Qarang, biz qancha yerdik. Hali yana yerda ko'p ular. Nega odamlar nonni boshqalarga bermay tashlab yuborishyapti? Bu non ushoqlar qayerdan kelgan? Odamlarga yordamga berilgan oziq-ovqatlardir bular. Nima, sizlar yordamga hech narsa olmadingizlarmi? Yo'q. Agar bizlar olganimizda non ushoqlarni tergani kelmasdik. Qayerdan sizlar? Biz Damashqdamiz. Bizni qishloqdan boshqa hamma qishloqlarda o't otishni to'xtatishgan. Bolakay, sen nima qilyapsan? U meni ukam. U men bilan non ushoqlarini teryapti. Keyin biz bu ushoqlarni olib borib sho'rvaga qo'shamiz. Sizlar qanday yashayapsizlar? Faqat suv va suyuq ovqatlarni ichib tirik qolyapmiz. Masalliqlar suyuq ovqatdadir. Qachondan beri bunday yashayapsizlar? Ko'p emas, 1 yildan beri. Ota-onangiz tirikmi? Otam shu yerdalar. Onam boshqa qishloqqa ketib qaytib kelmadilar. Otam pasportini yo'qotgani uchun biz yordam oziq-ovqatini ola olmadik. Yoshing nechida? Yoshim 10da. Sen nima xohlarding? Men hozirgi holat yaxshilanishini va yaxshi ovqat yeyishni xohlar edim. Yaxshi kiyinishni, och uxlab, och uyg'onishni xohlamas edik. Axir biz bunday ko'p uzoq yasha olmaymiz. Onam ochlikdan sabr qilmay ketib qoldilar. Biz bunga sabr qilishimiz kerak. Otamiz bizga yordam beradilar. Odamlar bizga yordam bera olmaydi. Faqat Alloh biz bilan birgadir. Sizlar sabrlimisizlar? Biz chidaymiz. Albatta Alloh bizga yordam beradi. Sizlarni bu ahvolga solgan odamlarga nima derding? Hech narsa. Bizni hamma tashlab ketdi. Odamlarga bir narsa aytmoqchiman. Hayotingizdan zavqlaning, uni qadriga yeting. Ha azizlar, bolakay aytganidek, insonlar bizlarni yordamsiz tashlab qo'ydi. Mazlumlarga yordam bera olmasangiz, ularni duolaringizda unutmang. Ularni duolaringizda eslab turing.